Assalomu alaykum darvoza kuzatuvchilari. Sizlarga yana bir darvozani taklif qilamiz. Ushbu darvozamiz klientimizning talabiga binoan yasab berildi. Bu darvozamizning eni 3.70, bo'yi 2.90. Ushbu darvozamizning materiallarini tanishtiradigan bo'lsam, 2 qavatda qilingan bo'lib, oldi 1.8 lis, orqasi 1.5 lisdan tekis qilib, orasiga steklavata solib berilgan. Oldiga karnizlari bilan bezak qilib, yana 1.5 listdan ustiga 3-qavatini qilib berilgan. Qirg'iliq trubadan ruchka qilib yasalgan. Qanotimizni inlariga baquvvat bo'lishcha aylantirib 6ga 4 tikkachasiga qo'yilgan. 6ga 4imiz 2 stenada bo'lgan profilimiz. Orqasi tekis bo'lgan. Orqasini ko'rsating. Orqasini tekis holatda berilgan. Xo'p, darvozamizning shu kalitkasi ichkarida joylashgan, qanot o'zini ichkarisida, ichkariga ochiladi. Zamoylari ham o'ziga moslab, yaxshi zamoydan qo'yib berildi. Xo'p, kraska qismini tanishtiradigan bo'lsam, darvoza 100% tozalangandan keyin gruntovka sepiladi, oldiga ham orqasiga ham ikki sloy kraska germatek sepiladi, matoviy lay sepilgan ushbu darvozamizga. Kimga shunaqa darvoza yoki umuman boshqacha darvoza, boshqacha yangilik qilaylik degan klientlar uchun darvoza yasab beramiz. Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston bo'ylab darvozani yasab, olib borib o'rnatib beramiz besplatno.